o'tirganda qulay bo'lgan top 3 dona ukolkamizni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi variantimiz ko'p klientlarimizning ko'nglidan joy olgan neoklassik uslubdagi ukolkamiz bo'ladi. Materiallar mo'shi, sizeniyasi qolinib ishlangan. O'tirgan vaqtlaringiz maksimal qulaylikni his etib o'tirasizlar. Hamda sizeniyasi enlilikini ham qaranglar, cho'tki bo'lib turadi. Bemalol yotib ham olaverasizlar. Puflarni qo'shib, kravat yotib ishlasangizlar ham bo'ladi. Oilangiz katta bo'lsa ham, hazatib, hamma sig'ib o'tiraveradi. Stollarni qo'yib, jurnallarda bemalol yeb ichib o'tiraveradi. Ikkinchi variantimiz bu ham neoklassik uslubda bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham ko'pchilik klientlarimizga ma'qul gap turibdi. Materiallar mo'yshat ishlangan varianti. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Sizenalar katta bo'ladi. Bemalol televizor ko'rgan vaqtda ham yotib qolaverasizlar. O'tirgan vaqtlaringiz ham takalari yumshoq bo'lgani uchun hazatib dam olib o'tirasizlar. Uchinchi variantimiz esa toza chiqqan teddy ukolkamiz bo'ladi. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Sizenalar katta. Hazatib yotib olaverasizlar. Materiallar ham yumshoq bo'ladi. Buni ham pufikani qo'shib qo'yib, kravat yotib ishlashlaringiz mumkin. Shu yerda ko'rsatib o'tgan